Mana shu narsalaydi. Voy, nima bu? Toshbaqami opa? Toshbaqa mahrga beruvdilar. Mahrga? Toshlari brilliant ekan. Aha. O'zi tilladan qilingan. Voy, O'shani voy. sotgan olib keluvdim. Hammasini sotmoqchimiz hozir buni. Ha, o'zingiz yaxshi narx hisoblab bering. Men o'ziga kelaman. Men toshbaqangiz yarim kilo chiqsa kerak bunisi. Voy, bu seriyozniy summa bo'lib ketadi. Toshlari ham brilliant ekan. Rostdan sotmoqchimiz opa bilan? Rostdan sotmoqchiman, hisoblab ko'ring-chi. Xo'p, probasi men bittaga osib qo'ygan ekan. 3.9 ekan, 24 karat. Hammasi shunaqa menimcha, adashmasam. Ha, hammasi. Seriyozniy narsa olib kelgan ekanlar, botcham o'zi. Hozir men olib qoldim 1 grammni 1 million 700 dan, sizdan oldingi klientdan. Xo'p, qarang. Bo'lmasam bitta qo'yaman, to'g'risini sig'maydi. Voy, bu 410 gramm ekan. 410. Xo'p, plus lekin opa bu ancha seriyozniy summa bo'lib ketadi, pulim yetar ekan. 169.94. Voy, bu yarim kilodan oshib ketdi. Kichkinasiga ham gap yo'q lekin. Plus 54.95. Общий 634.89 ekan. Hop qarang, tillasini o'zini hisoblaganda ham 3.9 1 million 700 dan olamiz gramini. Voy, bu 1 milliard 79 million 313 ming bo'lib ketdi, даже miyam adashib ketdi. Hammasimi? Ha, hozir brilliantlarni hisoblamadim. Tillasini o'zi почти 1 milliard 80 millionlik bor. Ayo, bu слишком ko'p bo'ladi. Menga bo'lmasam bitta mana shu kichkinasini hisoblab ko'ring, necha pul bo'lar ekan? Ha, kichkinasini o'zini do'sti. Bularni shunday sotmaysiz. Yo'q, hozir bu summada bor-ku, men hali brilliantlarni hisoblamadim. Qancha brillianti bor o'zi? Kichkinasida 50 ta, bunisida 100 ta, bunisida 150 ta. Voy, bu 150 100 ta. Mana bunda 50 ta, tosh. Bunisida 50 ta. Brilliant buni tekshir. Bo'ldi. Bu hozir agar hammasi brilliant bo'ladigan bo'lsa, o'sha summasi 2,5 milliard, 3 milliard bo'lib ketadi-da. Ayo, uncha pul kerak emas hozir. Hozir shunda men kichkinani o'zini hisoblab bering. Brilliantlarni. Kichkinani o'zini hisoblab. Bu ham serios summa bo'ladi. Bo'ldi, bilan sotmaysizmi? Yo'q, bilan sotmayman. Bo'ldi. Unda birinchi marta lekin bunaqa. Serios. Xo'p, qarang, kichkinangiz 54.95. 1 million 700 dan tillasini o'zi bo'lganda, tillasini o'zi 93 million 415 ming bot ekan. Xo'p, 93 million 500 hisoblaylik tillasini. 50 ta desa toshini. 50 ta tosh. Hop, 50 ta tosh ekan, buning. Hop, 50 ta toshi donasini $100 dan hisoblaganda ham o'rtacha hisobda 5 ming dollar bo'lar ekan. Kurs ko'rib olsangiz 11900 dan 59 million 500 bo'lar ekan. Plus boya 93 million 500 dedimmi? 153 million bo'lar ekan mashina o'zi. O'zi bu ham ko'p, mayli shu kichkinasini sotaman. Hozir rozimisiz 153 millionga mashinaga? Roziman? Faqat men bitta tekshirib olaman-da, brilliant bo'ladi. Rostdan brilliant bo'lsa, shu summa bo'ladi tepasidagi toshlar. Bo'ladimi? Ma'qulmi? Men sotmayman buni. Bo'ldi. Mashina o'zi bir gap yo'q lekin. Ularingiz bilan lekin sotsangiz rostdan boya aytganda 2 milliardchi bo'lib ketar ekan-da. Agar pul kerak bo'lib qolsa, yana o'zingizga kelaman. Masalanlikni aytingizmi? Bo'ldi, hop, gap yo'q. Faqat tekshirib olaman, bo'ladimi? Mayli, bemalol. Hop. Agar sizlarda ham shunaqa tilda toshbaqalar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga olib qo'yib chiqsanglar bo'ladi.